12 ta mahallalarni kengaygan vaziyatda 3 ta mahallaga mas'ul rahbarlar nomma biriktirildi. Shuningdek, tumandagi barcha mahallalarning choraklik manzilli chora-tadbirlar yo'l xaritasi ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Qarorda 5-ilovasi bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan maqsadli indikatorlarning 576 ta rejasi bo'yicha 100% bajarildi. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va o'zlarining barvaqt oldini olish samarali tizimni shakllantirishga qaratilgan asosiy maqsadli ko'rsatkichlar bo'yicha 3 oyda amalga oshirilgan ishlar 100% bajarilishi ta'minlandi. Shuningdek, yo'l xaritasining ijrosi bo'yicha 24 ta mahallada namunaviy xavfsiz ko'chalarni tashkil etildi va 60 ta namunaviy xavfsiz yo'lakni tashkil etilib, mahallalarda 15 ta ko'cha, 31 ta yo'laklarni yoritish vositalari bilan jihozlandi. Jinoyat huquqbuzarligini oldini olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, joriy yil 9 oyda tumanda 185 ta jinoyatlar sodir etilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 12 taga yoki 6.1% ga kam sodir etildi. Mazkur jinoyatlarning 100 tasi 54% oldini olish lozim bo'lgan, 82 tasi aniqlangan jinoyatlarni tashkil etadi. Tumanda oldini olish mumkin bo'lgan 11 turdagi 100 ta jinoyatni sodir etishga yo'l qo'yilib, ularning soni avvalgi yilga nisbatan 12 taga yoki 6.1% ga kamaygan. Joriy yilning 9 oyida tumandagi mahallalarda 86 ta jinoyatlar sodir etilgan bo'lib, ularning 32 tasini oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil qiladi. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning turlari: firibgarlik 17 ta, o'g'rilik 27 ta, bezorilik 9 ta, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 7 ta, og'ir tan jarohati yetkazish 3 ta, o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish 4 ta, transport vositasini olib qochish 3 ta jinoyat sodir etilgan. Mahalla hududida oldini olish mumkin bo'lgan eng ko'p jinoyatlar Oqyer mahallasida. 3 ta oldini olinadigan, shundan bittasi og'ir tan jarohati yetkazish, bittasi oilaviy maishiy zo'ravonlik, bittasi o'g'rilik jinoyati. Kichik quramada 2 ta oldini olinadigan, shundan 2 tasi og'ir tan jarohati yetkazish mahallalarda sodir etilgan bo'lib, ushbu mahallalarni ushbu qaror ijrosi bo'yicha mahalla yetkaziligi tomonidan yetarli darajada ish tashkil etilmagan, o'z natijasini bermaganligini ushbu holatdan ko'rish mumkin. Bundan tashqari, tergov organidan qochib yurgan shaxslarni ushlash borasida ishlar ham o'z samarasini bermadi. Natijada qidiruvda yurgan 61 nafar shaxsning 30 nafari yoki 49.1% ushlanmagan. Mavhum holatda sodir etilgan jinoyatlarning 4.3% fosh etilmadi. Tumanda jinoyatchilik huquqbuzarligini oldini olish yuzasidan ishlab chiqilgan tuman mahalla yo'l xaritasining ijrosi amalda o'z natijasini bermagan natijasida 50 ta mahallalarning 31 tasida jinoyat sodir etilmadi, 16 tasida esa kamayishga erishilgan bo'lsa, 3 tasida qizil toifaga kirishiga yo'l qo'yildi. Qaror bo'yicha joriy yilning 18 mart kunidan mahallalarda